ana keyin o'sha 2 marta stop loss oldimi, narx bu yerda odamlar o'ta ham ko'p chalg'itib tashadimi, endigina narx ketsa bo'ladi. Chunki hammani stop lossi yedi bu yerda, faqat o'rgaganlar yoki yaxshi tushunganlar hozircha tirik, qolganlar stop loss olib chiqib ketib bo'ldi. Endi narx nima qiladi? Endi promo tushib ketadi, ularsiz. Hello guys, sizlar bilan har doimdek ekan. Bugungi mavzuyimiz entry qilish haqida bo'ladi. Ko'pchilik analizni to'g'ri qilsa ham, entryga kelganida stop loss olib chiqib ketadi, bir xillar shoshilib stop olib qo'yadi, bir xillar qolib ketadi analizdan. Qisqa qilib aytganda, hammani qiynab keladigan mavzu haqida gapiramiz. Xo'p, unda sekin darsga o'tishni boshlaymiz. Birinchi bob 1, 2, 3 yozib qo'yganman. Birinchi ssenariyni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi ssenariyda qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik nima qiladi va nima qilish kerak? Mana shu ikkitasini ko'rib chiqamiz. Bir xilgalar novichoklar nima qiladi va o'sha salpal opiti borlar, o'sha tushunadiganlar nima qilish kerak degan video bo'ladi. Xo'p, o'rgatganman boshida MSS degan darsda, to'g'rimi? MSS da aytganman, MSS bo'ladi, PDR qoladi, PDR ga kelgandan keyin entry qilinish kerak deb. Lekin u yerda ham aytib ketganman, bunaqa entry eng oson entry deb. Narx ko'pincha har doim bunaqa yurmaydi. Bir xilga vaqt to'g'ri shunaqa bo'lib qoladi. Ko'pincha bunaqa bo'lmaydi. Hozir sizlarga qiyinini o'tsam, miyanglar tushunishi ancha qiynalib ketadi deyodim. O'shaning uchun bu darslikka mana sal endi kechroq qilib chiqazyapman. Chunki o'sha vaqt tushuntirganda tushunishinglar qiyin bo'lardi. MSS tushunadigan odam bu yerda entryni hozirgi tushuntiradigan narsalarimni bittada ilib ketish kerak. Ko'pincha novichoklar nima qiladi? Xuddi shu joyi MSS deb oladi, chunki low time frame dagi PDR ga keldi va oxirgi high yangiladi. Bu joyda nima deb oladi? MSS. Endi nima bo'lish kerak? PDR qoldirgan bo'lsa, masalan, FVG yoki order block, hozir bizda FVG deb olamiz. Narx shu yerga kelganidan keyin yana tepaga chiqib ketish kerak. Bu low уже strong low bo'ladi. Bu joyga narx tushmash kerak. Endi highlar yangilab chiqib ketamiz deb o'ylashadi ko'pchilik. Videoda qisqa tanaffus. Bu bizning Telegram kanalimiz. Bu yerda kunlik, haftalik ideyalar hammasi tashab boriladi va mana qanaqa pozitsiya ochganlarimni hammasini shu yerda ko'rib borishingiz mumkin. Va bu yerda community'dagi bolalarning qilgan natijalari sizlarga ham xuddi shu community'ga taklif qilaman va videoga qaytamiz yana. Novichok traderlar shunaqa o'ylashadi. Lekin narx bu darajada oson yurmaydi. Buni ko'pchilik aytgan bo'lsa ham, bunaqa oson bo'lishi qiyin. Bir xilga vaqt bo'ladi, lekin ko'p marta bo'lmaydi. O'shaning uchun bu bizga yetarli tasdiq bo'la olmaydi. Xo'p, double porch men sevimli narsam. Bu yerda yaxshilab qaraydigan bo'lsanglar, double porch bo'lyapti. Sell side ili buy side yechdi va bizga nima kerak bo'lardi? PDR, mana qizil bilan yozib qo'yganman, order block. Narx shunaqa vaqt nima qiladi? Xo'p, PDR ga tegdi deylik. PDR ga tegib turib MSS ham berdi deylik. Lekin bu biz uchun entry qilish uchun yetarli bo'lmaydi. Narxda yanada chuqurroq bir xilga manipulyatsiyalar bo'ladi. Va u qanaqa bo'ladi? Xuddi shu MSS deb emas, buni double porch deb olamizda, narx kutamiz. Ya'ni sell side tashib ketadi avtomatik bu joydagi. Xuddi shu sell side yechishini kutamiz. Narx PDR ga order blockga tegib, sell side yechadi. O'sha narxga PDR ga ikkinchi marta narx kirdi. Keyin nima bo'ladi? Bu joyda o'sha hayla qoldi, to'g'rimi? Endi bu joylardan narx o'tsa, nima bo'lish kerak? Yana bitta MSS. Narx bu yerda MSS bo'lganidan keyin yana o'sha gap boyiga birinchi MSS dan kirishimiz kerak emas. Nega? Chunki birinchi MSS baribir opasniy hisoblanadi. Buni E1, E2 deb aytaman, shunda aytilishga osonroq bo'ladi. Entry 1, entry 2 o'zi execution 1, execution 2 deyilish kerak. Men o'zbek tiliga jichchani qilib olib, E1, E2 deyman. Xo'p, birinchi MSS bo'lishini E1 desak, E1 bo'lganidan keyin narxda PDR qoladi yana, to'g'rimi? Masalan, bu yerdagi FVG qoldirdi. Narx yana jichcha teparoq chiqib, xuddi shu FVG ga qaytib keladi. Xuddi shu joyga kelganida biz yana nima qilishimiz kerak? Entrymi? Yo'q, entry shunda ham qilmaymiz. Har doim unda hech qachon entry qilmas ekanmiz degan narsa yo'q. Hozir qilamiz, shoshilmanglar. Prosta har doim birinchi MSS dan keyin entry qilish bu anchagina opasniy hisoblanadi. O'shaning uchun kanalda aytib o'tganimdek bizga E2 kerak bo'ladi. Narx PDR ga kelib, yana o'zini high bor, masalan, oxirgi high bu edi, to'g'rimi? Xuddi shu highdan narx o'tib ketganidan keyin, uje buni SMC chilar boss deydi buni. Bunisi cho'ch bo'lsa, bunisi boss bo'ladi. Xuddi o'sha bossdan keyin yana entry qilishimiz kerak.
Xuddi bu yerdagidaqa PDR qoldiradi bu yerda ham, balki order blok, balki FVG qaysi biridir, farq yo'q. O'sha narxga kelganidan keyin yorib o'tdi. Uje bu nima bo'ladi? E2 bo'ladi. Buni sal teparoq qilib qo'yamiz. Buni bu yerga ko'chiramizda E2 qilib yozib qo'yamiz. Entry 1, entry 2, execution 1, execution 2. Xo'p, birinchisi MSS bo'ldi. Bu yerdan kirmadik. Buni prosta tak qo'yaveramiz. Bu yurib bersa bizga yaxshi. Bu yurib bermasligi emas. Xuddi shu joyga kelib, o'sha tomon yurib bergani yaxshi, biz kirmasak ham. No, bizga ko'proq ishonch bo'lishi uchun xizmat qiladi bu narsa. Nega birinchisidan ishonmashimiz kerak? Chunki birinchisida MSS bo'lganidan keyin xuddi boyaga tema bo'lishi mumkin. Birinchi sell side, keyin buy side tozalab, narx yana pastga tushib ketishi mumkin. Agar katta time frame'dagi analizda xato bo'lsa, o'shunaqa bo'ladi. Katta time frame'ga qo'shilib, agar o'sha bu ikkinchi marta MSS bersa, o'sha bu trend o'sha tomonga qarab chiqib ketayotganini bilsa bo'ladi. O'shaning uchun E2 dan boshlab entry qilamiz. Narx FVG qoldiradi, keyin FVG ni qoldirgandan keyin bu yerda bitta low bor, ili eng pastdagi low bor. Targetimiz o'sha qayerda yer buy side yoki o'sha katta time frame'dagi FVG'larga ham qayergadir qo'yamiz. U buy side hozir target mavzusi emas, o'shaning uchun faqat entry ni tushuntiraman. Stop loss qa qo'yishimiz kerak. Entry ni qayerdan qilishimizni bildik. PDR dan bu yerda order block bo'ladi, bu avtomatik to'g'rimi? Bunisi order block va bu joyda FVG qoldi deylik. FVG kelishi bilan entry qilamiz. Endi stop lossimiz bu joyga emas. Nega bu joyga emas? Meni eng yoqtirgan narsam bilasizlar, o'sha yana double porch. O'sha mavzu ko'p taqalaveradi mendagi ko'p narsalar, o'shaning uchun bu so'zlarni ko'proq eshitishingiz mumkin. Shu yerga kelgandan keyin entry qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham double porch qilmoqchimi, yo'qmi? Baribir entry qilganimiz afzalroq. Chunki narx shu tozdan ham chiqib ketish ehtimoli bor, yo'q emas. Yana nimani ehtimoli bor? Narx tushib, bu yerdagi sell side tozalib, keyin chiqib ketish ehtimoli ham bor. Bu yerda ham double porch bo'lishi mumkin. Xuddi boya sell side ga qarab, low time frame'dagi PDR ga qarab tushib ketayotganimizda double porch bo'lib keldi-ku. Xuddi o'sha narsa bu yerda ham bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat manipulyatsiya. Tushunyapsizlar-da? Maytdagi double porch ham bu MSS bo'lishi ham manipulyatsiya. Bu yerdagi double porch ham manipulyatsiya, narx bu yerga sellga MSS bo'ldi, hamma sell bosadi, narx bayga chiqib ketadi. Har tomonlama manipulyatsiya bo'ladi narxda. Qatta yurmanglar, qatta turmanglar, qaysi vaqtda turmanglar, har doim manipulyatsiya bor narxda. Shuni bilib olinglar. O'shanga qarab ishinglar tutishinglar kerak, ish qilish kerak. O'shaning uchun kirdikmi, stop lossni botga qo'ysak, double porch bo'lib qolsa, agarda stop loss olib qolishimiz ehtimoli bor. Bekorga analiz qilganimiz uvol bo'ladi. Stop olib, bekorga narx yana dal chiqib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun stop lossni pastga qo'yishimiz kerak. Botdagi lowga, eng minimumdagi lowga qo'ysak, o'shanda ancha ishonchli bo'ladi. To'g'ri, errordan jecha kamayadi, lekin agar kichikroq time frame M3, M1 da entry yoki M5 da entry qiladigan bo'lsangiz, baribir target uzoqroq bo'lsa, normal error kelib chiqadi. Siz 1 ga 5 ushamang, 1 ga 2, balki 1 ga 3 ushang, o'shani o'zi yetadi. Zato sizda uverin bo'lib o'tirasiz. Ana 1 ga 5 ushayman deb qo'lingiz qaltirab o'tirmaydi. Uverin bo'lasiz, bemalol kiraverasiz, cho'chimasdan ishlaysiz. Endi ikkinchi ssenariyga keladigan bo'lsak, buni sal-pal tozalab turaman yoki sal mayli qolaveradi. Xo'p. Bu yerda FOMO degan narsa bor. Bir xillar biladi, bir xillar bilmaydi. Uni nima? Narxdan qolib ketmaslik, entrydan qolib ketmaslik. Masalan, entryga vaqt keldi, hamma narsa to'g'ri kelyapti, PDR-larga ham keldi, ketyapti. Narx ketayotgan vaqti qanaqa bo'ladi? Narx jicha korreksiya qiladi. Uni entrysi sal pastroqda turgan bo'ladi, masalan, bu orolada turgan bo'ladi. Bundoq qilib, bu yerdagi FVG ga ham qayergadir qo'ygan bo'ladi-da. O'shda turgan bo'ladi. Lekin narx o'tga kelmaydi. Uni entry qiladigan joyiga kelmasdan jicha korreksiya olib, narx yana buy side ga qarab tortilishi boshlaydi o'zi. Keyin uni miyasida nima o'tishi boshlaydi? Narx hozir shu yerdan ketib qolsa, men entry qilmasdan qolib ketaman. Shuncha analiz qilganim bir pul bo'ladi deb o'ylaydi. Narx yana jicha korreksiya oladi. Bu yerdagi avtomatik order block paydo bo'lgan bo'ladi, to'g'rimi? Order block yozib qo'yamiz. Narx order blockdan yana buy side ga tomon уже sal siljishi boshlaydi, tortilishi boshlaydi. Keyin unda yana miyasida xuddi shu narsa aylanadi. Keyin oxiri bu joydan уже entry qilishga ham o'tadi. Va order block qoldirgandan keyin yana xuddi shu joydan entry qilgisi kelib qoladi o'sha odam. Ikkinchi marta bo'lgandan keyin uni psixologiyasi ko'tarmashlikka boshlaydi. Xo'p. Keyin
уже odamda уже narx kelyapti, order bo'lib narx yana chiqib ketyapti, yana chiqib ketyapti. Shunaqa narsa bo'lganidan keyin уже odamni miyasida nima o'tadi? Уже shunaqa bo'lib chiqib ketsa kerak, men qolib ketmay yoki уже pastga tushmasa kerak, уже reaksiya olyapti-yu, har bitta order blokdan degan narsa o'tadi-da. Miyasiga nima keladi? Xuddi shu order blokdan entry qilgisi kelib qoladi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. O'zimda ham bo'lgan bu narsalar. FOMO deb shu narsani aytadi. Entrydan qolib ketmay, narx xuddi shu joydan ketib qolsa, meni entryimga olmasa, menga yoqmaydi, ili shuncha analiz qilganim bir pul boradi degan narsa o'tadi. O'shaning uchun lekin narx o'sha vaqt nima qiladi? Hammani boshi degani yangi novichoklar deydi. Bu narsadan uyalish kerak emas. Masalan, xuddi shu narsani qilgan bo'lsangiz, hozir siz ustizdan kulmayapman. U hammani boshdan o'tadigan narsa. Lekin shu narsani yengib o'rganish kerak. O'rgangan odam nima qiladi? Xuddi narx shu yerdan chiqib ketyaptimi? Bitta qilib mana bu narsani bunday chizib qo'yadi-da. Bo'ldi, buni hammasi likvid deydi. Narx nima qilish kerak deydi? Narx hozir mayli, yana 5-6 punkt chiqib berar deydi. Bir xillar mana shu yerda shoshilib bayga kirganlar xursand qilish uchun narx yana chiqib beradi. Lekin kelajagi nima bo'ladi deydi? Kelajagi bu yerdagi likvidni tozalaydi deydi. Va narx ko'p ehtimolda, ancha ko'p ehtimolda xuddi shu ish qiladi haqiqatan. Bu yerdagi narx bayga kirilganlar bor, hammasi stop loss pastda bo'ladi, ili pastda sell side'li ko'p bo'lganini hisobiga, ili shoshilganlari, ular shoshilgani uchun narx xuddi shu tushishda, ular hamma stop olib chiqib ketadi. Chunki botdan entry qiladigan bo'lsa ular, hech qachon stop lossni ular botga qo'ymaydi. Agar o'zingiz bo'lganingizda, o'zingizdan buni joyga qo'ymasdingiz. To'g'rimi? Qayerga qo'yardingiz? Bu order bloki pastga qo'yardingiz. Mayli bunisi demayapman. Bunisi emas, pastrog'idagiga qo'yardingiz, yo'q deganda baribir. Keyin targetinglar o'sha qayerdadir bo'lardi. Lekin narx nima qiladi? O'sha har doimgidek aldonchi harakatlar yana boshlanadi. Chunki har doim aldonchi harakat bo'ladi, manipulyatsiya bo'ladi. Va bu yerda yana bitta narsa bilishimiz kerak bo'lgan narsa, uje nima? Proroq bo'lish uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa, lowdan highga premium discount tortishimiz kerak bo'ladi. Ular nima qiladi? Premium zonada ham bay tiqaveradi, xuddi narx shu yerdan to'xtamasdan bay chiqib ketadigandek. Lekin bilishadi ular ham narx korreksiya va impulsning iboratligini. Lekin xuddi shu narsaga, FOMOga beriladi, qolib ketmaydigan narsaga berilib, premiumda ham nagli bayga qarab entry qilishaveradi. Narx keyin nima qiladi? O'sha boya aytganimdek, pastga tushadi. Pastdagi, bu yerdagi FVG ga yoki qaysidir PDR, bu yerdagi breaker blokdir balki. Narx bu yerda bitta dona MSS bergan bo'ladi. Bu yerda boyaga aytganimdek, ikkinchi MSS degan tema уже o'zgargan. Bu yerda sal boshqacharoq. Bu yerda o'rgatayotgan narsam E2 emas. Bu yerda prosta shoshilmaslik. Hammaga kabi, masalan, shu yerdan ketyaptimi, narx bitta order bo'lib ketyaptimi, o'sha qo'shilib olish kerak emas. Narx kutish kerak. Manipulyatsiya bo'ladi har doim. O'sha manipulyatsiyadan keyin sizlar qo'shilishingiz kerak. Ili premium discount bor bu yerda. Bu yerda liquidness turibdi, equal low. Keyin narx nima qilgan? Ham E1 da turibdi. Biz sizlar osmonda entry qilib balobam, sal pastroq tushganda entry qilishimiz kerak, to'g'rimi? O'shanda sal ishonchliroq bo'ladi. Narx discountga tushdi ham deylik. Narx hamma o'sha baydagilar stopini oldi, narx discountga tushdi. Discountga tushganidan keyin agar ishonsanglar, timing, vaqt to'g'ri kelsa, masalan, London low yasadi va RT ni ichida bo'yapti bu narsalar. Agar unaqa variantlar bo'lsa, mayli shu yerda entry qilib olsangiz ham, xuddi shu FVG kelganida stop lossni sal lowdan pastroq qo'yasizlar. Chunki har doim entry qilganlarda lowdan pastroqqa qo'yinglar. U baygami, selgami вообще farq yo'q. Har doim jicha raznitsasi bilan turish kerak. Xo'p, keyin targetlar qayerdir qo'yasizlar. Xuddi shu joyda entry qilib olsanglar mayli. Boyagindaqa entry qilganlardan ko'ra bu entry ancha bezopasnostda yaxshiroq, nima deydi? Xavfsizroq. Lekin yanada agar kuchliroq entry qilaman desanglar, narx bu yerda kelganda ham baribir korreksiya qilib keladi-ku, to'g'rimi? Masalan, bu joyda ham bitta high turibdi. Buni yangilab o'tsa nima bo'ladi? MSS. Общий mana yerga high yangilab o'tsa, уже bu E2 hisoblanadi. Bu yerda E1, уже bunisi E2. Mayli E2 ni kutmasanglar ham, уже diskountga tushganidan keyin bu yerdagi manipulyatsiya qilib, xuddi shu joyda MSS bersa, bu yerda PDR qoldirsa keyin, xuddi shu joyda entry qilsanglar ham mayli. Bunisiga ham chidasa bo'ladi. Keyin target uzoqroqga bo'ladi, baribir
RR'da ko'targuncha o'sha target qatta bo'lsa o'shatga. Lekin bunda ham o'sha gap stop loss botga qo'yish jicha opasniy hisoblanadi. Chunki narx yana pastroq tushib, masalan pastroq tushib, yana bitta sweep qilib keyin ketib borishi ham mumkin. Har doim birinchi MSS dan keyin xuddi o'sha lovni tagiga qo'yish opasniy. Yo E2 bo'lishini kutishinglar kerak yoki qanaqadir double port yasashini kutishinglar kerak bo'ldi. Bu yerda unaqa narsa bo'lmaganligi uchun pastroqqa yana o'sha joyga minimumga stop loss qo'yamiz. Target yana o'sha tepaga bo'ladi. Xo'p. Keyin narx shu PDRga keladi, entrylar keladi, keyin ketadi. Narx impuls bilan ketadi, ko'pincha impuls bilan ketadi. Chunki mana yerdagi narx siqilib chiqyapti-yu, uni bitta tozalagandan keyin bo'ldi, pastda likvidness qolmaydi. Buni likvidness deb ololmaysizlar. Masalan, bu yerda PDRga tekkan bo'lsa, bu likvidness deb ololmaysizlar. Buni target qilsanglar, aniq sizlar stopisizlar. Katta ehtimol bilan stopisizlar. O'shaning uchun bunaqa ssenariyda narx tezroq chiqib ketish ehtimoli ko'p. Chunki likvidness pastda umuman yo'q. Xo'p, ikkinchisini ham tushundinglar, to'g'rimi? Ikkinchisida mazmuni shoshilib qo'ymanglar. Narx ko'p aldaydi. Bitta FVG keladi, narx shunda kiratdi, keyin yana dalish chiqib ketadi bayga. Jicha chiqib ketadi. Ana ko'p yurmaydi. Jicha chiqib ketadi. O'shana vaqt sizlar aldanib qolmanglar. Shoshilib qo'ymasanglar bo'ldi. O'shanaqa vaqt umuman shoshilmaslik kerak. Narx bitta pastga tushadi, sizlar entryga keladi, keyin ketadi. Prosta shoshilmanglar bo'ldi. Xo'p, ikkinchisini ham tushundinglar. Bu FOMO ekan. Endi uchinchisida qanaqa ssenariy? Birinchisida ko'rdik, narx birinchi kirdi bu joyda low time frame'dagi PDR'imizga bitta kirdida MSS berdi. Ko'pchilik o'shanaqa vaziyatda aldandi. Uchinchi vaziyatda shuni jicha boshqacharoq bo'ladi. Haqiqatan bitta dona kiradida MSS beradi. MSS bergandan keyin sizlar yana kutib qolmanglar, birinchi ssenariydaqa, demak shu yerda yana birinchi ssenariydaqa narsa bo'lar ekan, yana pastga tushadi, mana yerdagi order blokdan deb o'ylab qolmanglar. Ikkinchi marta kirishga ham majbur emas narx. O'shaning uchun vaziyatga qarab hamma narsani to'g'ri ishlatib ketishimiz kerak. Narx bitta dona kirdi deylik, mayli. O'zi ko'pincha bitta dona kirib narx chiqib ketmaydi. Masalan, target bo'g'itga borish kerak bo'lsa, narx bitta dona kirib sirasi ketib yormaydi. Kamdan kam ehtimol bo'ladi unaqa narsa. Vobshe kam bo'ladi. Ko'pincha mana yerda nima bo'ladi? PDR'ning ichida shunaqa ko'p stoplari teradi, shunaqa ko'p manipulyatsiya qiladi entryga kelganida. Chunki narx shu yergacha kelmoqchimi? Demak, bu yerda ko'proq manipulyatsiya qilish kerak. O'shanda ko'proq manipulyatsiya maytda odamlar charchaydi, keyin narx sirasi targetga borib qo'ya qoladi. Xo'p. Keyin bu yerdagi entryimiz bizda qanaqa bo'ladi? Yana o'sha double porch. Men eng sevimli narsam, har doim qaytaraman bu narsani. Narxda bitta double porch bersa, bitta dona kirdi, bitta donagina tegdi. Sirasi MSS berdi keyin. Keyin narx yana nima qildi? Bu yerda double porch yasadi, to'g'rimi? Birinchi highni buy side yechdi, keyin sell side yechdi, narx yana E2 ga chiqib ketdi. Bu birinchi MSS E1, ikkinchisi E2. Bu yerda ham birinchi ssenariyga o'xshaganroq. Lekin bu yerda nima bo'lyapti? Bitta donagina kiryapti. Ana PDRga bitta dona touch berib, sirasi narx chiqib ketyapti. O'shanaqa vaqt bu yerda PDR bo'ladi, shunisida kirmaysizlar. O'sha gap. Birinchi MSS dan keyin sirasi kirmaysizlar. Bu yerda double porch bo'yapgan bo'lsa ham, masalan, narx bu yerda bunday turgan bo'lsa, shuna turgan bo'lsa, mana double porch bo'yapti-yu, ili MSS ham bor, ishonsangiz bo'ladi, demisizlar baribir. Chunki bu yerdagi ssenariy prosta buy ideyada turganinglar uchun ko'zinglar shuna ko'rinadi. Aslida trendni jicha xato olgan bo'lsanglar, bu naborot selga MSS hisoblanadi, bilasizlarmi? O'shaning uchun double porch yurib bo'lganidan keyin ishonsanglar ma'qul bo'ladi entry qilayotganda. Agar katta time frame ga chiqadigan bo'lsak, u sal tema boshqacharoq o'zgaradi. Qo'lim tegib ketdi. Buni noqib qo'yamiz. Xo'p. Endi entry ga keladigan bo'lsak, E2 bo'ldi, to'g'rimi? O'sha bizda E2 dan keyin entry qilishimiz kerak va bu yerda bizda PDR qoladi, обязательно qoldiradi. Yo'q deganda nima bo'ladi? Обязательно breaker blok yoki buni общий order blok qilib olsak bo'ladi yoki jicha kichikroq qilsak, mayda breaker blok ham bo'ladi. Xo'p. Minimum order blok bo'ladi. Baribir majburiy korreksiya bor joyda, demak, o'tda order blok bo'ladi, majburiy. Sizlar cho'chimanglar, entry dan qolib ketaman, maytdagi FVG yoki narx promo chiqib ketadi deb. Prosta mana yorish bilan sirasi entry qilib olsanglar ham mayli, unisiga roziman. Roziman deb men aytmay, prosta o'sha rozi bo'lsanglar bo'ladi deyapman. Keyin bu yerda stop loss o'sha jicha sizlar foydangizga o'zgaradi. Nega? Double porch pasiga stop loss qo'ysanglar bo'ladi bu safar. Chunki nega double porch pasiga qo'ysak bo'ladi? Chunki double porch bo'lishini o'zi likvid tozalashda.
Bu yerdagi narsalar, bu yerda ham double porch bor, to'g'ri. Ну, просто boshqacharoq situatsiyada baribir. Chunki double porch mazmuni likvid tozalash, to'g'rimi? Uje bu yerdagi kuchli low, bunisi ham kuchli low hisoblanadi. Bunisidan teparoqda turgan bo'lsa ham, agar narx bu yerdan pastga tushib, uje bu lowdan o'tib ketsa, uje bo'ldi, bu MSS hisoblanib ketadi. Chunki bu strong low. O'sha double porch darsda o'rgatdim. Double porch masalan baygi bo'lgan bo'lsa, uni minimumi strong low hisoblanadi, to'g'rimi? Undan narx o'tib ketsa, uje MSS hisoblanadi. Agar bu double porch emas, prosta korreksiya bo'lsa, u haqiqatan nima deydi? Liquidness. Agar double porch liquid pastdagi low bo'lsa, uje bu strong low hisoblanadi. Bu yerdan narx o'tib ketsa, bu yerdan конечно intrakomisli narx selga qarab tushib ketadi katta ehtimol bilan. O'shaning uchun stop lossni bemalol shu yerga qo'ysanglar bo'ladi. Ham RR'larga bu ancha foydali bo'ladi, chunki kattaroq RR ushashga imkon tug'iladi. Xohlasanglar bu yerda order blokdan sразу entry qilib olsanglar ham bo'ladi. FVG ni kutsanglar, bu yerdagi FVG ni yanada RR kattalashadi. Narx nima qiladi keyin? Korreksiya oladi, keyin narx chiqib ketadi. Buy side tomon yoki qaysidir FVG, qaysidir target tomon chiqib ketadi. Общий tushundinglar, to'g'rimi? Birinchisida shoshilmaslik, double porchga aldanib qolmaslik, PDRga tegdi, MSS bo'ldi. Nima deydi? Shablonli trader bo'lib qolmaylar-da. Masalan, bu yerda shablonda shunaqa ko'rsatilgan, to'g'rimi? MSS xuddi shunaqa shaklda, xuddi shunaqa bo'lsa paydo bo'ladi deb. Lekin uni jiddiy chuqurlashtirib o'rgansangiz, bunaqa ssenariy kelib chiqadi. Bu prosta shablon bilan qaraydigan bo'lsangiz, stop loss yeb qo'yishlar ehtimoli ko'p. Ikkinchisida nima bo'ldi? Ikkinchisida o'sha chalg'amaylar, narx sekin chiqib ketayotgan bo'lsa, qolib ketyapman deb qo'shilib olishdan to'liq yo'q. Narx mayli chiqib ketsa, bitta entrini qo'yib yuboringlar. Lekin kam-kam chiqib ketadi. Xohlasanglar chartga o'tib shuni tekshirib kelinglar-da. Shunaqa vaziyatni topib, narx sekin chiqib ketayotgan vaqt bitta tashab keyin chiqib ketadi. O'shaning uchun bunaqa vaziyatga chalg'imaymiz, FOMOga berilmaymiz-da. Diskount kutamiz, PDRga kelgandan keyin narx sразу entry qilib olsak ham bo'laveradi. Uchinchisida double porch bo'lishi kerak. Double porch bo'ldimi, shu demak bu yerda struktura bor. Struktura bo'ylab entry qilib chiqib o'tiramiz. Xo'p, bu yerdagi narsani tushundinglar, to'g'rimi? Endi real chartga o'tib bitta narsalarni tushuntirib yuboraman, ko'zingizga chutki tushunib olasizlar. Xo'p, endi real chartga qaraydigan bo'lsak, bu yerda uje vaqtlar ham qo'shamiz. Boya vaqtlarni tushuntirmagandim. O'zi sessiya darsida o'rgatdim, o'zi vaqtlarni qanaqa ishlatish kerak, xuddi o'sha narsani bu yerda ham qo'shib ketamiz. Xo'p, bu yerda high time frame yoki low time frame dagi PDR bor deb hisoblab turamiz bu joyda. Chunki hozir u joyni topaman desam, bu darajada ko'zingizga osonroq, tushunishingizga osonroq joy topish qiyin. O'shaning uchun joyi o'zini olganman, PDR'lari hozircha o'zimiz chizib turamiz. Xo'p, bu low time frame dagi PDR, buni yozib qo'yamiz. LTF PDR. Xo'p, endi biz entry qilishimiz kerak, to'g'rimi? Narx o'sha sessiya darsligida aytganimdek, kunlik high yasamoqchi bo'lsa, agar biz selga ishlamoqchi bo'lsak, masalan, bu FVG bizning targetimiz. Agar narx selga yurmoqchi bo'lsa, kunlik high London sessiyasida yasashi kerak va ikkinchi yarmida. Bu yerda yasaldi. Xo'p, endi xuddi shu joyda ko'pchilik aldanadi. Nimaga aldanadi? Boyaga o'rgatgan narsam, mana bu yerda MSS bo'ldi. Bu MSS da nima qiladi odamlar? Narx PDRga jiddiy qoldi. Narx jiddiygina yetmay qoldi. Narx uje MSS berib bo'ldi, endi shu yerdan ketib qolamiz deydiganlar ham bor. Xuddi o'shalar stopini oladigan joy bu. Va bu yerda FVG ni qoldirdi. Ular nima qiladi? MSS berdi, mayli jiddiy yetmay qoldi-yu, hech narsa bo'lmaydi deydi. Stop loss high ga qo'yadi, targetni o'sha FVG ga qo'yadi. High time frame dagi. Keyin nima bo'ladi? Narx ding etib stop lossni oladi. Bu yerda agar salpal tushunadigan odam bo'lsa, bu yerda double porch bo'yapti, yoki fake high bo'yapti, nima? PDR ga jiddiy qo'yapti-da, narx pastga tushyapti. Bu fake high. Bu yerda aldanmash kerak, MSS ga chalg'imaymiz deydi, kutadi. Agar oddiy nauchik trader bo'lsa, bu yerda MSS bo'ldi, shablonga qaraydi, kitoblar bo'ladi-yu, o'zi Telegramlarda ko'rganmisizlar. Xuddi o'sha narsa, "Vot, mana bir xil ekan" deydi. Tars sales delgan ochadi, keyin stop loss yeydi. Xo'p, bu birinchi ssenariy. Xo'p, ikkinchisi qanaqa bo'ladi? Buni sal chaproq surib turamiz. Ikkinchisi nima bo'ladi? PDR ga tegdi deydi. Boyaga stop loss olgan odam, mayli, jicha shoshilib qo'yibman deydi. Keyin PDR ga narx kelganidan keyin MSS beradi. Mana narx chiqqan, jicha korreksiya, mana qorasham. Keyin PDR ga kirdi, impuls bilan tushdi.
Endi nima deydi? Bo'ldi, PDR ga tegdi, ili MSS ham berdi. Xuddi o'sha Telegramdagi kitoblardan ko'rib keladi-da yana. PDR ga ham tegish kerak edi, to'g'ri, endi MSS bo'ldi. Endi enter qilsam bo'ladi deydi. Xuddi shu joydan enter uchun PDR qoldirmagan bo'lsa ham, masalan, FVG yoki order block qoldirish kerak-ku. O'shanaqa narsa qoldirmagan bo'lsa ham, shu yerdan enter qilaveradi. Muhimi bizda nima deydi? PDR ga tegdi va MSS berdi. Struktura o'zgardi deydi. Yana stelga ochadi. Stop loss qayerda bo'ladi? Обязательно qayta bo'ladi. Keyin narx nima qiladi? Jichcha kutadi, yana stop lossni oladi. Keyin ularga miyasiga savol keladi. Cho'ta men trend xato topdim-ku yoki high time framelarda analiz xato qildim-ku degan narsa keladi. Keyin уже bo'ldi. Ikkita stop loss olgandan keyin odamni duxi o'tiradi, normalligini o'tiradi. Agar demoda bo'lmasdan realda shu yerda ishlayotgan bo'lsa yoki probda ishlayotgan bo'lsa, normallik duxi o'tiradi. Ili probda bo'lsa, уже foizi ham yetib qolgan bo'ladi. Nima kunlik prosentga yetib qolmaydi, сделка ochish ham qiyinlashib ketadi. Ana keyin уже 2 marta stop loss oldimi, narx bu yerda odamlar o'ta ham ko'p chalg'itib tashladimi, endigina narx ketsa bo'ladi. Chunki hammani stop lossi yedi bu yerda, faqat o'rgaganlar yoki yaxshi tushunganlar hozircha tirik, qolganlar stop loss olib chiqib ketdi bo'ldi. Endi narx nima qiladi? Endi promo tushib ketadi ularsiz. Ular chunki stop loss olib chiqib ketdi, o'sha yana enter qilishga odamlar cho'chib qoladi va уже puli ham yetmay qoladi baxillari. Xo'p, endi uchinchisi qanaqa bo'ladi? 2 marta stop loss olib oldi, уже ulardan tugadi. Masalan, ular nima desa bo'ladi? Ssenariysi tugadi. Chunki kunlik prosentga ham yetib qoladi, уже ikkita stop lossdan keyin psixologiyasi ham ko'tarmaydi qayta trade qilishni agar gamelar bo'lmasa. Endi bizi gal keldi desak bo'ladi. Shunda ham bizi keldi deya olmaymiz. Hozir negaligini tushuntirib beraman. MSS bo'ldi, to'g'rimi? Low, masalan, impulse, korreksiya, impulse. Bu low, narx botdan pastga tushdi, MSS berdi va tepadagi buy side'ga yetib keldik ham. Bu yaxshi, ancha. Уже 2 marta PDR ga tegdik. Bu yana bitta plus. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Bo'sha ko'p aytib o'tganim E2 kerak bo'ladi. E2 qayerda bo'ladi? Narx bu yerda PDR qoldirgan ekan. Xolasanglar BPR, xolasanglar FVG ni bunda tortib qo'yamiz. Buni ko'k qilib qo'yaman. Narx kirdida, xuddi shu joyda biz enter qilishimiz kerakmi degan narsa bor. Chunki boyagilar уже stop loss olib chiqib berdi bo'ldi. Endi bizga biz manipulyatsiya chalg'imaymiz deb shu yerda enter qilishimiz kerakmi? Yo'q. Chunki nega? Biz E1 dan kirishimiz kerak emas. Agar kirsak ham to'g'ri stop loss olmagan bo'lar ekanmiz bu joyda. Lekin ishonch bo'lmaydi. Masalan, сделкani ochganingizdan keyin o'zingizga uverin bo'lib o'tirmaysiz. Chunki siz double porch degan narsani ham o'rgangansiz. Bu yerda narx range bo'libdi-da, bitta high oldi, endi low-ni oldi. Sell side yechildi, ili buy side yechildi. Hozir aytdagi order blokiga narx tegibdi, bu yerda narx chiqib ketsa-chi degan shubha bilan o'tiraverasiz. O'shaning uchun entry 1dan, E1 dan kirmaymiz. E2 ni kutamiz. E2 berdi, masalan, hozir yozib qo'yaman bu yerga E2 deb. Esingizdan chiqib qolmasligi uchun-da bu. E1 bunisi. E1 deb yozib qo'yibman. E1. E1 bo'ldi. E1 ni qo'yib yubordik bu yerda, to'g'rimi? Uje narx bu yerdan o'tganidan keyin SMC-chilar bo'yicha bu boss bo'ladi. O'sha biz buni E2 deb hisoblaymiz. E2 bo'ldi. Endi enter qilsak bo'ladimi degan savol yana tug'iladi. Shuni ham yo'q deyman. Unda hech qachon enter qilmas ekanmiz deb demay turinglar, lekin haqiqatan bu vaqt ham yo'q deyman. Buni sabablari ham bor. Bizda London sessiyasida va New York sessiyasida enter qilishimiz kerak, to'g'rimi? O'shani orasidagi overlapda umuman enter qilmasligimiz kerak. E2 bo'ladimi, E3 bo'ladimi farqi yo'q. Enter qilishimiz opasniy. Va bu yerda nima bo'lgan? Masalan, E2 bo'ldi bu joyda. Bunisida sweep qilib qo'ygan birinchisida, уже bu qora shamdan keyin уже buzilgan. Уже bu qora shamdan keyin PDR qoldirdi, to'g'ri men aytdi. Shu PDR dan kirarmi deylar? Yo'q, bu yerda yana bitta narsaga to'g'ri kelmaydi. Nimaga to'g'ri kelmaydi? Premium discountga. Masalan, narx shu yerda turgan bo'lsa, sizlar shu yerda qarayotgan bo'lsanglar, lowdan bunda highga tortadigan bo'lsanglar, discount qayerda-yu, premium qayerda? Premium ancha teparoqda. Xo'p, biz selga discountda enter qilishimiz kerak emas, to'g'rimi? PDR bo'ladimi, yo'qmi farqi yo'q. E2 bo'lgan taqdirda ham qilmasligimiz kerak. Chunki RR'liga ham to'g'ri kelmasdi baribir, to'g'rimi? Maytda enter qilasiz, stop loss minimum mana order blok pastiga, tepasiga. Targetinglar bu yoq. 1 ga 3, 1 ga 1 u 3. Bu sizlarga kamlik qiladi. O'shaning uchun kutishimiz kerak.
Narx nima qildi keyin? Narx уже New York sessiyasi kirguncha ham va kirgandan keyin ham narx уже normalniy korreksiya qildi bayga qarab. Chunki shoshilmashimiz kerak. Agar botdan shoshilib kirib olganinglarda, haqiqatan stop loss yerdinglar hozirgiga o'xshab. Shoshilmasdan kutib turamiz va nima? Overlap vaqtida bo'lgancha entry qilmadik. Keyin biz nima qilishimiz kerak? Premium discount tortamiz. Low dan high ga, to'g'rimi? 50% dan tepasi уже bizda premium. O'sha joydan PDR topishimiz kerak. Bizda ikkita PDRlar bor. Discountda PDR bor botda va botda PDR bor. Ana premiumda. Ikkita joyda PDR bor. Biz qaysi birini ishlashimiz kerak edi? Premium discount darsi bo'yicha premiumdagisi. Agar sell trendda ketayotgan bo'lsak. Xo'p, pastdagini udalik qilib tashlaymiz, uje tepadagi narsalardan qiziqamiz va uje narx shu yerda ham kelib qolgan bo'ladi. New York sessiyasida shunda kompyuterga o'tirib ochsanglar, New York sessiyasida uje PDR-larga qarab turibsizlarki, kelib turibdi uje. Tayyor narx. Va bu yerda nima bor? Yana bitta order block. Xo'p, va yana nima bor? IFVG. Meni eng sevimli entryimdan bo'lgan xuddi shu joyda. Va xuddi shu joyda o'zim ham entry qilganman. Mana chap burchakda rasmi chiqadi. Xuddi o'sha narsani hozir tushuntirib beryapman. Xo'p. Keladigan bo'lsak, bu yerda men 3 ta narsani har doim ko'rish xohlayman. IFVG, order block, FVG. Mana shu 3 tasi bitta joyga taqalsa, o'sha botdan moshni entry qilsa bo'ladi. Ana cho'chimasdan uverim bo'lib o'tirib entry qilaverasizlar. 3 tasi bitta joyga yig'ilibdi. Narx premiumga ham chiqibdi. Uje New York sessiyasi ham kirdi. Uje vaqtga ham to'g'ri kelyapti. Keyin mana endi entry qilsanglar bo'ladi. Cho'chimasdan, hech qanaqa xavotirsiz, hech qanaqa FOMO, hech qanaqa bosh og'riqsiz bemalol entry qilsanglar bo'ladi. Stop loss'i ikkita hay turibdi bizda, to'g'rimi? Uje bunisiga qo'yishingiz shart emas. Uje ancha tepalik ketadi, chunki RR'imizga to'g'ri ham kelmaydi. Va narx uje maytdagi likvidliklari yechganidan keyin, bu yerdagi kichkina buy side, uje pastdagi kichkina buy side, uje bular yechganidan keyin saltagam double porch bo'lyapti-da, narx shu yerda o'zidan ketadi. Katta ehtimol bilan bundan tepaga chiqmaydi. Nega bundan tepaga chiqmaydi? Buni tepasida normalniy PDR yo'q. To'g'rimi? Maytdagi BPR deyishinglar mumkin. BPR ga kelib, keyin ketgan. Kamdan kam ehtimol buni просто yechib keyin ketishi mumkin. U agar bunaqa vaziyatda unaqa bo'lmasligi aniq edi. 100% emas u, lekin katta ehtimol bilan bo'lmasligi aniq. Chunki vaqtdan qolgan narsalarning hamma narsa to'g'ri kelib turgan vaziyatda narx unaqa jinnilik qilishga imkon ham o'zi ham xohlamaydi unaqa jinnilik qilishni. Entry qildik deylik. Bizda stop loss qo'yish uchun ikkita variant bor. Bunisi order block high yoki общий katta order block high. Biz bemalol bunisiga qo'ysak bo'ladi. Nega? Shuni o'ylab ko'ringlar endi. Chicha videoni pauza qilasizlar-da, shuni o'ylab ko'ringlar. Xo'p, o'ylab bo'lgan bo'lsanglar, men to'xtab o'tirmayman, o'zingizlar videoni to'xtatib olasizlar. Bu yerdagi PDR'imiz bor edi, to'g'rimi? Mana FVG bor edi. FVG ga narx kirganda keyin ketgan. Uje E2 ni o'sha FVG dan reaksiya olib keyin qilgan. Uje bu PDR dan reaksiya oldimi? Demak, buni tepasiga qo'ysak bo'ladi. Chunki buni tepasida bittagina bu hay bor. Bu hayni likvidnost deb olish ham qiyin. Chunki uje bu yerdagi hamma narsa tozalanib kelganidan keyin uje bularni narx olib o'tirishga qiynaladi. Ili olmaydi ham. Xo'p, entry qildik. Stop lossni ham bu yerga qo'yibmiz, bildik. Mana stop loss qatga qo'yishni ham endi biz targetimiz, target analizga bog'liq bo'ladi. Hozir bu yerda targetni gapirib bera olmayman. Bu yerda H4 dagi FVG bor edi. Entry qilganimda, xuddi shu H4 dagi FVG kelish kerak edi va narx yana chiqib ketish kerak edi, to'g'rimi? O'sha joygacha ishlashimiz kerak edi. Targetni o'sha yerga qo'ydik. Bizda 1 ga 2.5 error chiqarkan. Bundan agar botga stop loss ko'chiradigan bo'lsak, 1.6 bu bizga kamlik qiladi. Eng kamida 1 ga 2 kerak bizga. Bu joyga bemalol qo'ysak bo'ladi. Bu joydagi ana E3 bor. Masalan, bu narx bitta tushdi, korreksiya ili yana impuls. Bunisi uje E3 bo'ladi. U E3 ni yozib ham o'tirish shart emas, u yoqqa qiziq emas. Uje xuddi shu E3 yasagandan keyin sirazi break even, sirazi nechadir foiz save qilishingiz kerak yoki full offerlar ham mayli. No targetni kutish ham kerak. Xuddi shu joy target shu joyda olib chiqib ketaverasizlar. U olib chiqib ketish o'zingizga bog'liq. Bu target mavzusi emas, bu yerdagi entry mavzusi. E2 bo'lganidan keyin PDR'lar taxladik, uchalasi ham bitta joyga to'g'ri keldi, buy side'lar yechildi, premium ham to'g'ri keldi. Boyiga ana shoshilganlari ham stop loss olib chiqib ketdi, ular likvidnessga tushib qoldi va ular tozalanib o'yindan chiqib ketdi desak ham bo'ladi. Va uje bu yerda pro-roq xohlasanglar pro deylar, mayli. Men pro-roq deyveraman. O'shalar entry qiladigan vaqt keldi. New York sessiyasida hamma timing ham to'g'ri keladi,
New York, London sessiyasida kunlik hayam yasaldi. Endi nima bo'lish kerak? Prosta entry qilib, cho'chimasdan ishlash kerak. Bu yerdagi vaziyatda cho'chishinglar mumkin E1da. O'sha E2da o'sha bunaqa narsalarni berganidan keyin o'sha undan ham cho'chiydigan bo'lsanglar bilmadim. Sizlarga bir 10 gram duxur olish kerak bo'ladi. Prosta hazillashib qo'yibman, ne to'chunmaysizlar. Xo'p, tushundinglar degan umiddaman. Bundan yaxshiroq tushuntirishni bilmadim. O'sha bundan ortiq tushuntirish meni qo'limdan kelmaydi. Balki boshqalar qo'lidan kelar, meni qo'limdan kelmaydi. Men borib bera olganim shu. Entry bo'yicha mana shu mavzu edi. Hammaga rahmat bolalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.